Bayağıda bir avliyenin şagirti bolgan ekan, avliyenin şagirti bolan. Biroq o'ta uzoq yerdan saboq alar ekan, saboqqa keladi. Sol daryani aynalıp o'tib kelar ekan, aynalıp o'tib kelar ekan. Bir kuni janaga avliye chiqib, janaga shagirdini soncha yerda aynalıp o'tib kelavergandan ko'ra, mana shundan zip etib o'tishmaysizmi dedi. Qayerdan dedi. Buna o'zining ustidan jurib o'tib ketishmaysizmi dedi. Uçun bo'ladimi dedi. Bo'ladi, jurib ketaver. Bismillah dedi, jurib ketaveradi. Cho'lning o'rtasida borib, cho'lning o'rtasida borib qarasa, avliyo turdi. Taqsirsiz jurmaysizmi deganda, sende bir ixlos mende yo'q degan ekan. Ixlosni ko'rdingizmi? Sende bir ixlos mende yo'q. Bo'lg'ishda aytasan, "Manadan bismillah deb o'tib ketishmaysizmi? Jaqin yerdan" dedi. Sonday odamlar bo'ladi. Allah subhanahu va ularning yuragini sonday o'zi sirin muhabbatini berib qo'yadi-da. Ol ibodat istasa-da sonday chalinib, chalbarinib, sonday adami qilishlik qiladi-da. Onun duosida bekor bo'lmaydi-da, onun duosida. Duosi qabul bo'lib turadi-da.